Bugun bize hozirgi kundagi hech qaysi krugator yurgan ishni aytacakmiz. Ya'ni balla bilingni olib Mayovga aytacakmiz. Bunda bizlere Qozog'istondagi Max Decor savdo kompleksindagi Halimaxon supermarketi yordam beradi. Supermarketga kirishingizda sizni buzning havo kutib oladi. Biza og'zi bir bo'lib xarajatni boshladik. Ko'rib turganlaringizni og'zimizdan bir. Aytgancha Halimaxon supermarketda har hafta xalqimiz uchun har xil bozor narxidan ham arzon bo'lgan skidkalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizlar, Mayovkadagi 90% odam shashlik pishiradi. Shashlikli go'shtini ham Halimaxon supermarketda xarid etsangiz bo'ladi. Xarajatni beton etgandan keyin Mayovkaga keldik. Hamma ballada nastreniya zo'r. Birinchi o'rinda atmosfera yoqib turibdi. Lekin kimlardadir xatonat cho'p topshirishmagan. Boraman dedim-ku boy boy. Shata, arasan boy. O'chir. Bilaman sizlar ham Mayovga ortiq shunday tema ketadi. Kimdirlar xizmat etadi, kimdirlar hazzatib dam oladi. Bu videoni Mayovga chiqib yurgan jo'ralarga tashakkür qo'yishingiz umuman foydasi yo'q. Dabir bormaydi ular, lekin biza hazzetdik.